Assalomu alaykum hurmatli Koson xalqi. Demak, bugun juda ham bir jadal mavzu, jadal muammo. Mana shu Koson atrofi, mana shahar ichidagi juda ham katta muammo desak to'g'ri bo'lmaydi. Sababi qolavering. Chunki shaxsan meni o'zim ham mana shu bolalarim bilan, kalaska bilan, nima bilandir, kim bilandir chiqqan paytim bu yerda o'tish yo'li yo'q. Mana bu yerda radarlar uchun kameralar joyida, hammasi chotki. Radar desa, kamera desa, shtraf desa hammasi zo'r. Atak, lekin xalqni o'ylagan holda xalq uchun maktab bolalari o'tadimi yoki homilador ayollar o'tadimi, yoshi katta insonlar o'tadimi? Mana shu yerda bitta bu yerda, bitta bu tomonda. Bu tomonda ham bitta bor. Mana bu bozorda atrofi mana shu bozorda atrofi. Ana endi hozir men mana shu yo'ldan o'tayotganimda ko'rsatib beraman. Bu yerdan nima bor? Hozir men bilan yurib, men qayerdan o'tib Masjidga qanday bunaqasiga. Ana endi hozir bu tomonda kelayotgan mashina agar meni urib ketsa ham yoki bolalarni urib ketsa ham bularga hech qanday ayb yo'q, chunki sabab peshxod yo'q. Mana bu yerda svetofor yongan payti, bu tomonda svetofor yongan payti o'tsa bo'lardi, lekin mana bu yerda mashinalarga yo'l berib o'tish, o'ng tomonga qayrilish degan joyi bor, shuning uchun juda ham qiyin. Bu tomonda ham xuddi shu ahvol, bu tomonda ham xuddi shu ahvol. Lekin ana bu stalbalada kamera, radarlar hammasi bo'lib yotibdi. Xalqni o'ylagan holda ham nimadir qilsa, hokimimizdan yo mas'ul shaxslardan mana shuni so'rab qolamiz. Mana bu tomonlarda mana hech qayerda peshxod yo'q. Hozir men masalan o'taman deb ana qilsam, hech qanday peshxod yo'q. Masalan, mana bu tomondan men o'tishga harakat qilaman. Svetofor qizil bo'lgan taqdirda ham. Mana hech qanday peshxod yo'q, boshqa narsa yo'q. Xalqni o'ylagan holda hech qanday bir plus tomoni yo'q desa ham bo'ladi. Shuning uchun iltimos qilamiz mana shu mas'ul odamlardan. Iltimos qilamiz mana shu atrofga peshxod berishini. Yo ko'prik qo'yib berish kerak, yo tunnel qo'yish kerak. Bu tomonda ham, bu tomonda ham, ikki tomonda ham bir xil. Aytgandek, bolachalar o'tadi, yo kimdirlar o'tadi, yo nogiron insonlar o'tishi mumkin. Nogiron insonlar o'tish uchun umuman sharoit yo'q bu yerda, masalan. Shuni ijtimoiy o'sha himoyaga muhtoj insonlar uchun vobshe sharoit yo'q. Iltimos qilamiz mana shu yerga Koson shahri markazi, Dehqon bozori ro'parasida peshxod qo'yib berishdi. Ana u tomonda ham to'g'rida ham svetofor bor, u tomonda ham o'sha Maymonov pavrot deyshadi, bozorda u o'tish tomoni. Ana shu tomonda ham peshxod yo'q. Lekin stoyankalar, aytganimizdek kameralar hammasi chotki, hammasi udar. Atak mana xalqqa даже juda qiyin o'tishga. Mana hozir mana shu yerdan o'tishni kim tasavvur qila oladi? Riskovat qilib o'tishadi mana shu yerdan xalq. Polностью, полный riskovat. Na peshxod, na boshqa. Mana shunaqa ahvol. So'rab qolamiz mas'ul shaxslardan, iltimos qilib qolamiz. Biz uchun, farzandlarimiz uchun ijtimoiy o'sha himoyaga muhtoj insonlarimiz kalaska bilan o'tishi mumkin, assa bilan o'tishi mumkin. Mana shularga imkoniyat yaratib berish uchun. Agar orqa tomondan masalan peshxod yo'q, kimdir insofgarchilik, odamgarchilik yuzasidan agar tormoz bersa, boyagi peshxodni, boyagi nogiron insonni o'tkazib yorsa, u orqadagi voditelь, undan keyingi o'sha haydovchi masalan jalba qiladi, signal choladi, ana shunaqa narsalar bo'lib ketadi. O'shuning uchun mana shu tomonlarda peshxod qo'yib bersa, juda ham bir chiroyli bo'lardi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sizlarning e'tiborlaringizda mana shu aziz, oddiy, mana shu xalq dardini o'ylaydigan inson sog' bo'lasizlar.